Assalomu alaykum aka. Shu mramor sex haqida ozgina ma'lumot olmoqchi edimda. To'g'risi, mana shu ko'chadan o'taman o'zim ham har safar o'tganda shu mramor sexlarga ishim tushadi. Endi shu yerda mana narsa olgim keladi, lekin juda ko'pchilikni ishlayapman, qimmat deyapti-da aka, nimaga? Yo'q, qimmat emas, hamma joyi bilan bir xil bo'lsa kerak, bozor bilan ham. To'g'risi, bizda ko'proq Xitoy, Eron bo'lgach hamma qimmat deb o'ylaydi. Sizlardan olardim. Qo'rqmay narx so'rash kerak men uchun, bilish uchun. Bilish kerak. Narxni bilish kerak. Tashqariga, ortiqcha gaplarga ishonmash kerak. Yo'q, uni ko'rish kerak. Eron, Xitoy degan odamlar qimmat degan fikr bo'lib qoladi. Ko'pda Xitoy qimmat variant shunaqa aka. Buni so'rash kerak, bir ikkita magazindan so'rash kerak, bozordan so'rash kerak, keyin kelish kerak. To'g'ri aka, to'g'ri. Xullas akalar, shunaqa gap so'zlar. Hammani gapiga ishonavermanglar. Undan ko'ra bitta kelinglar, narxni so'ranglar. Haqiqatan bitta Angola bilik bo'lsa, Angola bilik misolida kecha kuni faqatgina Angola bilik sotildi. Chunki Angola bilik 2025, 2024, 2026 kelajakda ham menimcha trendda bo'lsa kerak. Bu toshimizni 5-6 xil varianti bor. Bilmaganlar bor ekan hali ham. Biri 6, biri 4. Ha, ko'k ko'zlisi ham bor, qorasi ham bor, sal gulida oq to'ni bori ham bor ekan. Men ko'rdim shunaqasini. Buni ham farqi bor. Chunki akalar kelib, обязательно kelishlaring kerak, ko'rishlaring kerak bu narsani-da. Qimmat ekan deb ishonavermanglar. Qalinligida, glansiyligida, zavodida farqi bo'ladi. Puli ham shunga yarasha bo'ladi. Anchadan beri trendda bosib boramiz. Bu videomizni qimmat deydigan og'ayningizga jo'natib qo'yasiz.